Dugunalaring yigitni mosh olib bergan bo'lsa, meni ulardan kam joyim yo'q. Seni ham dugunalaringdan kam joyi yo'q. Ana shu moshincha yo'qdimi senga? Kim qaraydi bera? Labbe, nima xizmat ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum akajon. Xush kelibsiz siz Sergeli avtosalonimizga. Hozir bizga avtosalonimizda katta chegirmalar ketyapti. Aka chegirmaysiz, qo'y menga eng arzon mashinani ko'rsating, jon aka. Tushundim aka, men sizni. Addishi. Tuksonga bitta bo'lar ekanda. Aniq aka, undan tashqari rangini qarang, chiroyliligini. Aka, men sizga buni 410 million qilib beraman. O'zi narxi 475 million. Yo'q, akajonim, gap yo'q, lekin arzonroq variantdan ko'rsating deyman sizga. Mayli, siz tushundim aka. Bitta zo'r variantim bor. Yuring shuni ko'ramiz. Bu ketdik, qarasang desam. Aka, S07 modelimizni boshlanish to'lov qilib turib 5 yilgacha rassrochka qilib beraman. Siz qanaqa foiz penalasiz? Jon aka, men sizni to'g'ri tushunib o'tirman. Arzondan qilib bering deyman sizga. Tushundim aka. Okajon, Sus S06 modelimizga hozir katta chegirma berilgan. Undan tashqari olgan har bitta mijozimizga 10 millionlik bonusimiz bor. Rostonmi? Tan narxi 344 million 500. Men sizga buni 300 million qilib beraman. Bundan arzon yo'qmi? Va namchi 700 unaqa pas. Sizga ham shunaqa qildilarmi? Chokish ilojisi yo'qmi? Bor. Jon qaravering. Jon $200 berib turing, mashinaga yetmayapti. $200? Ha. Hozir kelaman. Mashinadan olib kelgan ketdilar sekin. Yo'q, haddan pul so'raganda shunaqa yo'q bo'lib qoladilar.